Hurmatli vatandoshlar, xudo xolasa mana 30 dona chiroyli so'liqlarimiz keldi. Naq bo'g'ozlaridan. Mana ko'rasizlar, Arashan degan zotidan keldi. Naq bo'g'oz-a? Naq bo'g'ozlaridan bular. Yaxshilaridan xudo xolasa. Xudo xolasa mana. Ishlari ham yo'q joyida. Xudo xolasa o'zimiz sinab ko'rdik bularni. Aka, xudo xolasa bularni tishiga keladigan bo'lsak, 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta. Agar mabodo 5 tasi kerak bo'lib qolsa, bittasini sindirib beraveramiz. 5 taga beraveramiz tishini. Agar yaliq bo'ladi. Aka, sizga nechta so'lik kerak? Menga 6 ta kerak. 6 ta. Yo'qdimi so'liqlar? Yo'qdi. Narxi qancha dedilarim? 5 million so'mdan deyapti, narxini bo'ladigan yerini aytyapti. Qoldi beram. 6 milliondan berasiz. 6 milliondan olib 6 milliondan olib borib beramiz. Dastavkasi ham ichida bularni. Xudo xolasa. Hozir bular 6 million, 5 million dedim, men 6 million deb qo'ydim. Olaveraman, lekin pulim ko'p. Mana 5 million so'mdan realni savdo. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqaveringlar. 5 million so'mdan bo'lsa bir joyga beramiz. Tanlab olishi 200 ming so'm piylis.